Assalomu alaykum hammaga. Biza Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Do'sumqal'adamiz. Do'sumqal'ada Oybek og'ani uyida. Uyimiz adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Do'sumqal'aga kirib kelib, baland ko'pirdan tushgandan keyin sirazi o'ng aylanib kelib, ikkinchi ko'pirdan chap aylanib kelasiz. Shuda oxiridagi joy почти. Bunda bir joy bor. Shu bu joyimizdan xudo xolasa hamma materialni o'zlaringiz bilan olib kelib, otapini o'tirib hisob kitob etib topshirdik xudo xolasa. Videomiz oxirigacha ko'rib borsangizlar, nima ishlatilgani, necha so'm pul chiqqani hammasini bir qator aytib o'tamiz. Uyimizda shahar doimiy samotyok sistemada podacha obrat kelyapti. Alyumin batareyalarimizni ham qo'yib ishlab berganmiz. Xudo xolasa yana do'shlarni do'shib ishlashimiz ovoy bo'lgan bo'lsin, ovoy bo'lmasin. Qo'ldan kelgancha shu akkuratni etib ishlashga harakat etganmiz. 5 tangirga yerlarimizni ham pontini tushirib berdik, ish etmasligi uchun. Bu uyimizda dalonimiz ekan bir 20dan 2 yere qo'yib berganmiz. Bu birinchi batareyamiz, bu ikkinchi batareyamiz. Keyin bu spalnimiz kotyoldan 12 metr uzoqlikda, berimizda 15 lik qo'yib berdik. Sababi ham chetga ham ugloy bo'lgandan keyin onun balanti pastidan podacha obratga turib o'tdi. Shuning hisobidan 15 latib bir yere qo'ydik. Agar podacha obratga o'tmaganda oxiri bo'lganda 17 lik 18 latib qo'yar edik. Keyin berimizdan turbani tortib keldik. Balandda charxavikka doğru keldi. Charxavikdan tushirjak bo'lsak, pechni mo'risi mishayotjak bo'ldi. Shuning uchun doğru pechga tushirib yuborganmiz. Bu 3-chi batareyamiz. Bu spalnimiz oxirgi kotyoldan 18 metr uzoqlikda, berimizdan 20 latib birini qo'yib berdik. Ben aytgan yerim, agar arakdan tushirsak, yana ham tushirib bersak, kelishmajak bo'ldi. Shuning uchun doğru pechga tushirib, batareyani o'zini ulab berganmiz. Aytib o'tganimdek, bu yerga ketgan materialni o'zlaringiz bilan olib kelganmiz. 150 shtuk alyumin batareya ishlatib berganmiz. 40 metr 32 lik, 70 metr 25 lik, 30 metr 20 lik ishlatib berdik. Har bir batareyamizda shu rossiyskiy kraniklardan qo'yib 90 gradus bukib, rezvalarni yo'nib, joylatib ishlab berdik. Bu birinchi xonamiz, birinchi tochkamiz hisoblanadi. Kotyoldan kirib kelgan yerimiz. Berimizda 13 latib birini qo'ydik. Sababi bu ham birinchi tochka bo'lgandan ham yeri turib o'tdi. Shuning hisobidan 13 latib birini qo'ydik. Keyin berimiz ayvonimiz. 6x4 ekan, 24 kvadrat berimiz. Berimiz o'zini ham ban tarafında kuxnya bor, ham ban spalni bo'lgani uchun 25 latib bir yere qo'yib berdik. Ko'rimiz o'zini normalni bo'ladi bu batareyamiz. Keyin ben kuxnya baniyalarimiz bor. Kuxnyamizda ham 13 latib birini tashladik. Batareyamiz görünüşüne akfa plastik bilan bir xil xudo xolasa. Görünüşlari ham ajoyib. Keyin banizinadan 10 latib birini qo'yib berganmiz. O'sha 13 tochka bo'ldi, 9 yere batareya qo'yildi. Keyin bu yerimizda Ellikqal'ada, Do'sumqal'ada gaz bor ekan. Gazlarni tushirib, uch o'rchiklarni qo'yib, keyin 50 metr yerdan gazlardan tortib ekib berdik. Bu uyimizda hozir shu zamonaviy ham ekonomik bo'lib turgan, toza shavodda o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan Axti degan kotyolumuzdan qo'yib berganmiz. Bu Axti degan kotyolumuzning görünüşü. YouTube kanalımız logotipi Xorazm kotyol deb chiqamiz. Telefon nomerlarimiz YouTube, Instagram, Telegram, WhatsApp hamma narsalarimiz bor. Shunda deb oltida galeriyalardan qo'yib, gazlarni ulab, xohlasa mo'rlarni ham chiqarib, 50 metr qo'ng'ishisidan yandan gazlarni ham 50 lik turbada tortib ekib berdik. Mo'rlarimiz 89 lik bo'ldi, yoqib berganimizda bir 20 minutlik bo'ldi. Kotyolumuz 50 gradus bo'lib tutdi, mo'rini xudo xolasa qo'lda orqaga ushlab tutman. Boys, podachamiz siragina. Orqaga mo'rini ushlab
ishlataverasiz. Xudo xolasa gazni ekonom etib ishlatib beradi. Har doimgidek shu samotyok sistema ishlashi uchun kraniklarni ham qo'yib, nasoslarni ham qo'yib, filtrlarni ham qo'yib joylatib ishlab berdik. Esa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Shu kanalimiz rivoji uchun layklarni bosib, obuna bo'lib qo'ying. Atab meni o'tiraman deb yurgan donishmandlarga videoni tashlab qo'ying. Bu yerga kelgan materialimiz hammasi ustoq qisib materiali, kotyullari, batareyalarimiz hammasi 27 million 16 ming so'm pul bo'ldi. Degan vaqtimizda $1000 avans olganmiz. Hozir ularni ham ko'rsatib, bir qator spiska etib, no'noq ishlatgan bo'lsak, hammasini uy egasini ko'rsatib, razıchilikini olib hisoblashdik. Xudo xolasa esa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.